O'zbek qaynona TV kanali namoyish etadi. Kanalimizda sensatsiya. Bugun mana shu 3 ta go'zal qizimiz sizlarga KFC retseptini taqdim etadi. Barchangiz xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bir kun avvaldan tovuq qanotchalarini bo'laklarga bo'lib, marinovka qilib, xolodilnikka qo'yib tayyorlab qo'yganmiz. Hozir shuni pishirib sizlarga ko'rsatib berishadi. Marinovkasi uchun ketgan mahsulotlarni barchasini opisiya bo'limida qoldiraman. Sarlavhani bosib, kirib, o'qib, bilib olishingiz mumkin. Tayyor marinovka qilingan tovuq qanotchalarini alohida idishga suvdan silqitib olamiz. Endi esa ishimizni bismillahirrohmanirrohim kalimasi bilan boshlab, idishimizga 3 dona tuxumni chaqib olamiz. Qizlarimiz mana tuxumlarni chaqib oldi. Bittasida qo'shaloq tuxum sarig'i chiqdi. Endi tuxumga 1 choy qoshiqda to'ldirib tuz solamiz va achchiq yoki bo'lmasam shirin qizil paprika solamiz. 3 osh qoshiqda un solamiz. Mahsulotlarni yaxshilab aralashtirib, klyar holatiga keltirib olamiz. Ushbu massa hozir biz uchun juda ham zarur. Massamiz qumoq holatda bo'lish kerak emas, silliq qilib yaxshilab vinchida aralashtirib olamiz. Mana tayyor qilishdi. Xuddi shunaqa silliq bo'lish kerak. Ishimizni yana davom ettiramiz. 2 piyola unga salgina achchiq qalampir solamiz va tuzli ziravorlardan solamiz va 1 yoki 2 choy qoshiqda oddiy bulg'or qalampirining tuyulganini solib olamiz. Unimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi esa tayyorlab olgan tovuq qanotchalarimizni mana shu unga botirib olamiz. Qanotchalarimizni ochiq joylari qolib ketmasin, juda ham yaxshi, chiroyli qilib unga belab olishimiz kerak. Qizlarimiz 3-4-sinfda o'qishadi. Sizning ham 9-10 yoshli farzandlaringiz qaysi retseptni birinchi bo'lib o'zi mustaqil tayyorlagan, shu haqda kommentariy orqali yozib qoldiring. Bu retseptga men hali aralashganim yo'q, o'zlari mustaqil ravishda tayyorlashyapti. O'zbek qaynona TV kanali sizlarni yuragingizdan joy olishini xohlasangiz, bir dona like tugmasini va yangi kelgan mehmonlar abona tugmasini bosib qo'ying. Barchangizga oldindan rahmat aytaman. Like bosgan qo'llaringiz esa albatta Ka'batullohni ushlasin. Qizlarimiz tovuq qanotchalarini mana unga belab bo'ldilar. Juda ham chiroyli qilib, oppoqqina qilib belab olishdi. Endi ikkinchi ishimizga o'tamiz. Oppoqqina unga belab olgan tovuq qanotchalarimizni endi avvaldan tayyorlab olgan quymoqli massamizga solamiz va keyin esa yana ikkinchi marotaba oppoqqina unga yana belab olamiz. Shunda KFClarimiz juda ham qarsildoq bo'lib, ichlari yumshoqqina bo'lib pishadi. Hozir bu yerda uchala qizimiz ham bekor turmayapti. Mana bittasi quymoqli massaga tovuqli qanotchalarni solyapti, ikkinchisi klyarga belayapti, uchinchisi esa mana shunday oppoqqina unga belab olyapti. Juda ham ishlari tez bo'lyapti hozir. Qizlarimizni ismlari bilan tanishtirib o'taman. Munisaxon, Muzayyana va Muzifa begimlar. Retseptni hammani tayyorlab olishdi. Endi buni pishirishga jo'natamiz. Kuxnamizda pishirmaymiz, atmosfera buziladi. Shuning uchun toza havoda, ochiq havoda pishirib olamiz. Yog'imiz oddiygina pista yog'i 600 mg atrofida. Endi KFClarimizni mana shunday holatda pishirib olamiz. Bir donadan solib, men bunga ham aralashmayman. Qizlarimizni o'zlari pishirishadi. Avvalida mana 4 dona 5 donadan pishirib olishyapti. Keyin esa bundan ko'proq solishi mumkin, chunki joylar hali bor mana qozonimizda. Kefsilarimizni qanaqa holatda pishib chiqqanini ko'rib turibsiz. Juda ham chiroyli bo'lib, ustilari g'itir qarsildoq bo'lib chiqyapti.
Qizib turgan yog'ga tashlangandan so'ng 7 minut davomida pishirib olamiz. Bular mana oxirgi KFC'larimiz. Bularni ham birdaniga hozir pishirib tayyorlab olamiz. Juda ham zo'r bo'lib chiqadi. Ushbu holatda tayyorlab ko'rsangiz. Munisaxonni barmog'iga yog' sachrab kuyib qoldi. Shunda ham ishini davom ettiryapti. KFC'larimizni eng oxirgisini ham pishirib, mana tamomlab oldik. Endi buni oshxonaga olib kirib, dasturxonga tortiq qilishi mumkin qizlarimiz. Qizlarimizni retsepti tayyor bo'ldi. Barchangizga yoqimli tilab qolaman. Mana ko'rib turibsiz, juda ham go'zal holatda. Ichlari ham zo'r bo'lib pishgan. Tuz, namaklarga umuman gap yo'q. Juda ham yeyishli bo'lgan. Mazza qilib iste'mol qilinglar. Barchangizga yoqimli tilab qolaman qizlarim. KFC retseptlari har doim souslarga botirilib, mazza qilib iste'mol qilinadi. Bizda ham mana souslarni o'zim tayyorlab qo'ydim. Juda ham zo'r bo'lganini mana bildirishyapti. Barchangizga yoqimli tilab qolaman. Ko'rishguncha Allohimga omonat bo'ling va sizlar ham albatta tayyorlab ko'ring.